Hay do'stlar, bugun biz sizlar bilan mana shu ovozga tutur qilamiz. Некоторые люди оставляют след в pamяти. Короче, bizga bunga albatta keling bo'ladi. Google check. Unga fish audio deb yozamiz. Adashib ikkinchi uchga kirmanglar, faqat birinchisiga. Mana shu chiqadi. Kirganimizdan keyin mana bu yerda nachaychi qora tugmasi turibdi-yu. Ashuni birinchi bosasizlar, keyin kirganimizdan keyin anaqa text fetch bor, hozir ko'rsataman mana bu text fetchda yana bitta bosib olamiz, keyin undan keyin yozaveramiz qancha. Aytdim, men o'tgan galgi videomdan qolib ketdi. Короче, e'tibor bermaysizlar, o'chiraman buni hozir. Keyin bizda mayda tanlash joyi borda qo'shig'ida. Agar tanlagan bo'lsanglar, больше голос bosasizlar. Agar tanlamagan bo'lsanglar, shu yerda bosib qo'yaverasizlar. To'g'risi esimda yo'q qanday topganim. Keyin steslarda anaqa спокойный женский голос-da. Buni manaqa bo'ladi. Женский голос o'zi ham bor-da, спокойный siz mana mayda. Pushti ko'rsatib qo'ydim. U bo'lmaydi, bunaqa ovoz chiqmaydi. Так что adashtirib qo'ymanglar deb ko'rsatib qo'ydim. Endi hozir biz bu yerga любой so'zni yozib olaveramiz. Men короче mashina deb yozib oldim. Endi tushunasizlar degan umiddaman. Tushundingmi deganim? Keyin mana pastda generate degan joy bor, qora. Pastda ko'rsatib qo'ydim. Ashni bosasizlar, agar bunaqa chiqsa e'tibor bermaychi bo'lar, X deb bosib chiqib ketaverasizlar. Men juda nima bu deb qoldim. Panikaga ham tushib qoldim, pulli bo'lib ketdim deb. Ashni bosasizlar, keyin o'zi pastda mayda chiqarib beradi. Men mayda xato qilib qo'yibman. Kay deb yozaman deb kak deb qo'yibman, keyin короче o'zgartirib qo'ydim. O'zim chiqqandan keyin voy nima bo'ldi debman. Bunga yana bitta narsani esdan chiqarmanglar. Bu yerga faqat ruscha yozolmaysizlar, boshqa tilda yozsanglar unaqa ishlamaydi. Короче, bizda mana shunaqa ovoz chiqdi. Jenny любила Кай больше, чем себя. Короче, shunaqa ovoz chiqishi kerak. Xohlasizlar buni hozir ko'rsataman. Mana joydan ovozlarni, boshqa narsalarni o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Men просто o'zgartirmay sizlarga tutur qilib berdim. Video sizlarga полезный, sizlarga kerakli bo'lgan bo'lsa, albatta like, podpiskani esdan chiqarmanglar. Короче, всем bye bye.